kökleydi nava, Pervişlerde gülleydi nava. ezelden bar yemish yemish, söyüngenni küyleydi nava. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang Vaslivot madaniyat tarqatishga birlikda uyushtirgan Qizil kali vitaminli quvvat ichimlikka alayda hamkorlashgan Yangi Nava programmasi. Men riyosatchi do'stlar Tahir Tursun. Men riyosatchi do'stlar Gizalnur Tursun. Xo'sh, undaq bo'lsa, oldi bilan baholag'uvchi ustozlarimizni tanishtirib chiqsak. Ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Akral apandim qarshi olamiz. Naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Haftalik yulduzimizni Gohar Diyar suv chekish shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markali suv tozalag'ich bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzni diyarimiz hanım kızlarının güzelliği üçün üzlüksüz izlenip kelavatgan Nugul Soda Çekiş şirketi bir maşina bilan mukofotlaydi. Ba'liq ustozlarni tanishtirib o'tdik, mukofotlarni bir qur anglab o'tdik. Unda bo'lsa programmamizni rasmiy boshlab ketamdik. Bo'ldi. Programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Assalomu alaykum mayirimiz, xush kelibsiz. Tanishtirib o'tgan bo'lsangiz avval. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum. Nahmada oldidagi aziz ko'rmanlar. Ateş diye Turpan'dan çıkan birinci numaralı mayir Tursunca yazında hemmenizdeki âli ihtiram. Tursuncaga qarshi olamiz. Turpandan keldingiz. Turpandan kelganligingiz uchun shon beshiqlan Turpan degan narsa aytdingizmi? Sayohatchilarni chaqirib kelsin deb. Shunda bo'ldi. Sayohat demak ishlamisiz yo boshqa? Yo'q. Ha. Odat nima ish qilasiz? Odat dehqonchilik qilaman. Undan keyin narsa aytamsiz? Ha. Ne dedi siz öydü mü ya? Öydüm eğitime, edizladım eğitime. Abi şu kaldı ya da. Çok da eğitiyordum ben. Dehqon naqshchidan, shundaymi?
Әмісі ұнда болса, сіздің ашында Dehqon Naqshi деп намыңызым бар екен де. Ha, bak. To'y to'kinlarga taklif qilindi naqsh aytib beringlar. Oldu. Mushu Navaga keldingiz bugun. Navaga kelishdan burun masalan mushu Navaga o'xshash sahnalarda o'zingizning bir aloyligini namoyon qilib boqqanman. Yok. Faqat qilib boqmaganman. Emas nimaga bu yerga keldingiz? Qarsamda, avval aqsani ko'rmayman şu hamda. Qarsam ko'rpak qayib, men chiqaylar. Qarsam bulkanman mu. Sen benza. Rahmat. Voy sen chiqamaysan dedi o. Voy, nima kuch qolmadi, mening Men chiqimda. chiqdim blokka chiqdim shunga. Men Ha, chiqmay. bo'pti, qarshi olamiz. Undaq bo'lsa, baholag'uvchi ustozlarimizning bahosini olib baqsak. Turpan Madiye naqshini icra qildi. Ovozingizning sharoiti yaxshi, naqshini yaxshi ijro qildingiz. Ammo Turpan degan so'zni tishlab turilishining hojati yo'q, shundaq-ku, ochiq so'z. Turpan deb elish kerak. Turpandan kelgandan keyin bir tishlab oladigan o'xshaydi. Nimishki Turpan Mehri cho'ng qurgan ekan. Turpan deb turib oldingizda, bu naqshi aytish qoidasigami to'g'ri kelmaydi, ammo taraflarga buningdek diqqat qiling. Ondan sahnadagi hissiyotingiz sizning naqshingizga tankash qilib usul o'ynayotgan qiz bilan hech qanday bir aloqa, sahnalik aloqa bo'lmay qoldi. Tanimamsiz. Ranjib qolgandek, Tanıyma. qizg'in emas. Endi sahnada cho'qim sahnalik hissiyot bo'lish kerak. Shundaqmi? Boya chiqib boqay deb chiqdim dedingiz. Chunki shuning ifodasi ko'rilib qoldi-da. Aslida Navo sahnasiga san'atga bo'lgan haqiqiy qaynoq hissiyot muhabbatingiz bilan chiqqan bo'lsangiz bayqadak bo'lmaydi. Bundan keyin mushtaraflarga diqqat qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat oblizga. Güzel Turpan namlıq naqshini aytibsiz. Ovozing'iz tusi tutuqroq, doirasi tarroq. Biroq xeyli yiqimliq bir ovoz ekan. Naqshni asos jihatdan yaxshi o'rinladingiz. Bo'libmi sizga eng husn qo'shqini yana bizning usulchi qizimiz. Larzan, sho'x, jushqin harakatlari bilan sizga alayda husn qo'shdi. Bundan keyin endi mushtaq sahnalarga chiqsangiz, mushu naqshidagi muzikalik hissiyotni ifodalash jihatda texmo yorqinroq, qizg'inroq bo'ling. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat ma'lum. Bog'liq ustozlarning bog'liqi ko'p rahmat. Sizga rahmat. 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 Geriye
Özünüzü bir tanıştırıp etemsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, televizor ekran oldidagi qadrli do'stlar. Hammalariniki hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Men 3-nomerlik Moyir Nurbiyadan hammalarga o'tliq salom. Özünüz nereden soraymiz? Men Shayxanzdan. Shayxanzdanmı? Shayxanz shahridami? Ha, Hazır nima ish qilyapsiz? hozir o'qiyapman. Qaysi maktabda? San'at shuyaniki Jonlamar. San'at institutidan. Cho'nglamar Jonlamar. kasbidami? Naqsh kasbida o'qiyapsizda albatta. Ha, Sal mijozingiz yo'qmi? Jiddiylik qoldingizmi? jiddiyleşib ketdim. Jiddiylikmi? Ko'ndirib olamiz. So'rab qiynab degandek. Unda bo'lsa Navo sahnamizga qanday bir maqsad bilan kelib qoldingiz demsa? O'zimni sinab boqay deb. Masalan, qanday sinab boqaydi? Bir mashina olib kelishi mumkinmi? Yo'q, yo'q. Ha, og'ingiz yo'qmi? O'zimniki qanchalik narsa bilaman, bilmayman shuni uqib boqay deb kelgan. Unda bo'lsa naqsh aytasiz odatda shundaqmi? Boshqalardami aytib turamsiz? Ha. Masalan? Masalan, qanday yerlar itib Restoranlarda taklif bilan naqsh o'qiyman. Unda bo'lsa bog'liq ustozlarning bir bahosini olib o'tgan bo'lsak. Salam Nurbiya Ömer, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Bu basqıçta hammamizga tanışlıq bo'lgan Azg'un nomli naqshni ep kelibsiz. Ovozingiz yo'ruq. Ayollar yuqori ovozga tava, kuchi bor yaxshi bir ovoz kep. Bu naqshni mo xilala mukammal yaxshi o'rinlab berdingiz. Bundan keyin taklifim sahnada texmi qizg'inroq bo'ling. Kayfiyat sal sus. Keyingi basqıçlarda mushtaraflarga diqqat qiling. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat muallim. Azg'un nomli naqsha bu ijodiyatchisini bilasiz-ku, ha? Ha. Qani? Yasin Muqbil akaninki ijod etdi. Ha, so'zi muzikasini Yasin Muqbil yozgan. Bu naqsha xili jamiyatda xili keng ta'sir paydo qilgan naqsha, nihoyat yaxshi naqsha. Yani buni singlisi aslida buning singlisi Guli aytgan naqsha bu. Plastinkalardan chiqqan. Nihoyat yaxshi naqsha, yaxshi ishlangan naqsha. Sizmi boya Amragul aytgandek nihoyat yaxshi ijro qildingiz. Yani diqqat qilgan tarafingiz naqshini aytganda naqshiningki muzikalik hissiyotining ichiga kirsangiz bo'ldi. Hozir siz tuzla aytib qo'ydingizda bu naqshi ritmi ketivasimi hissiyot urg'ub ifodalanish kerak bo'lgan naqsha bu. Mushtaraflarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Rahmat azizga.
Rahmat. Undaq bo'lsa, qizg'in alqış sadalarımız bilan keyingi mahirimizning sahnasiga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mahirimiz, qarshilamiz. Assalom. Sahnamizga xush kelibsiz Modan xon. Ovozingizga tetpamsin, ammo shunday yiqimliq aytayotdingiz bu xalq naqshimizni. Nima bunday yiqimliq aytasiz naqshini? O'zingizni tanishtirib o'tamiz kerak. Ha, bundadan. Birdan poat qizaymiya. Neyli? Dahshat aytadiganday tursiz. O'zingizni bir tanishtirib o'tang oldi bilan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, televizor ekrani oldidagi ko'rman do'stlar. Men 4-numurlik Mayir Zeynuradin sizlarga o'tliq salom. Zeynura qarshi olamiz. Yurtingizchi? Men Aqto'y nahiyasidan keldim. Qizilsuq Qirg'iz avtonom oblasining Aqto'y nahiyasidan. Qizilsuq Qirg'iz avtonom oblasti Aqto'y nahiyasidan keldim. Hozir nima ish qilyapsiz? Hozir navbat naqsh etadi. Nima ish bilan shug'ullanasiz odatda? O'qish bitirgan. Ha, Hozir xizmat kutib shu. Nima kutyapsiz? Aqto'dami? Aqto'da. Yomon ta'limchi ekansiz qo'y. Aqto'da kutyapsiz. Nechinchi yil o'qish bitirgandingiz? Men 2013-yili bitirgan. Qaysi maktabni? Jahon san'at instituti muzika fakultetini bitirgan. Qaysi kasbini? Naqsh o'rindash kasbini bitirgan. Naqsh o'rindash kasbini. Amra Gulmalim tanimdiki bu qizni. Tanimsiz Amra Gulmalimni? Muallimni taniyman. Donqin anglagan muallimning, lekin biz men o'qish bitirib ketganda muallim kelqoldi emasmi? Ha, u chaqda Amra Gulmalimning ishkirda o'qiyotgan vaqti. Bezandi ku deyman muallim, ha? Ay. Undaq bo'lsa, nava programmamizga qanday bir orzu bilan keldingiz? Nava programmasini men shundoq jiq ko'rdim, uylarda o'tirib, shundan qatnashmanda tayyorlikni qildim. Bundan burun boshqa musobaqalarga mu qatnashgan. Lekin boshqa musobaqaga qatnashib beqish istiki bilan ham o'zimning o'qish bitirgandan keyin qaysiyatlarda chekindim, qaysiyatlardagi ortiqchiligimni saqlab qoldim, shularni uqib beqish uchun shu baholovchi ustozlarning fikrini anglash uchun keldim. Undaq bo'lsa, baholovchi ustozlarimizning bahosini anglab baqsak. San'at institutining muzika fakultetida naqsh kasbini o'qidim dedingiz, kimdan dars olgansiz? Men Xilil muallimdan dars olgan. Elqi o'zbekmi? Ha, chet ellik muallim. Ha, O'zbekistondan kelgan. Bir misrani naqshning bir misrasi tukkichi nafas yo'tkimaydi ekansiz-ku. Bu nafasning yaxshiligida
Kasbiy naqshchi o'zi o'qig'achqa, nafasini cho'nqir ag'ashqa aniq yetdi. Odatdagi naqsh bo'lsa, yerimi kelib, nafsini uzil qilib, nafasini yo'tkay dedi. Yarım biyelik imiz yancı tüküşüm yütkümek edemez. Gidiyor ki bir nefsim belki kaldı. Koy nefes yütkümeyi tuttu. Niye nefsiniz dekşet uzun vardı kesin. Avazınız yamansız ki. Ama Modan Khan'ın hem de ma nuskasını itipsiz hem de. Can diye yere emes o. Aşta eğitimazı modulap geçiyor. Bu ilin aksi. Biz tarzı bilimiz bu. Can cini madak emes yere. Ayağını sal atış bırak et. Aşta bunun ilin işi bazen özgürlük kalgan çok bunun akşının. Bunun resmi Paşa İşan nedimizin etkan modernhansını bir anlam. Bir anlap bu keydin cık anlam. Şunu dekin modernhanın kanday ettiğini eşed çıkıdı. Cevap eşede. Ahmet Erbusu sizge. Rahmet Dilşatqa. Avazınız şunçalik yıkımlık, caranlık, o'rni yuqori anılıb turdu. Xeylilar avaz ilmida tarbiyalangan, pishqan bir ovoz ekan. Tanlagan naqshingizmi ovozingizga moslashibdi. Sahna kiyimlaringizmi o'zgacha yarishimliq bo'pti. Lekin mening taklifim shu boya Dilshatkam deb o'tdi, bu Modanxon iliproq naqshchi. Shunga naqshidagi ba'zi har bir misralarning oxirlashidagi ovozlar toza tushmaysa tavrinish bor. Anadaki şu toza sap emas, azroq. Siz belki başqalarning aytganlarini anglab, mustaq o'rgangan bo'lish sababli mustaq bo'lganda, mening taklifim shu, yana o'zimizning shu Paşa shahrimizning iliproq eng to'lgan, eng muvaffaqiyatli, yaxshi aytilgan me'morlar deb qarayman. Shuningdagi ba'zi inchik puroqlar yana siz bu sharoit bor, chunki siz tarbiya ko'rgan, cho'qim undaqmi ayta olasiz. Shunga bo'lsa, özümüzün naqshimizni o'z puruqi bilan voyaga yetkazib etsangiz, meningcha texmi yuqori saknalar, texmi zo'r natijalar sizni kutib turdi. Omadlik bo'ling. Rahmat muallim. Bağlı ustazlarına bazı köpün köp rahmet sizge mi? Sizge mi rahmet. Qaramağız. Bu mahirimizni o'zining naqsini aytib bo'ldi. Undaq bo'lsa, qizg'in alqış sadalarimiz bilan birinchi o'tkilimizning eng oxirgi mahirni sahnamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Ey dünya, sendin dilegim şudur. Mert mi namertken muhtaç kılmağın meknettin muhtaç
qol verdi çaylar işli on qolni çap qolga muhtoj qilmadi bu dünyanın sihri kerameti zordur aşkının hanceri yürekke koktur güzellerden vapa körgeni azdır aşkını bir vapaga muhtaç kılmığın gözlerden vapa körgeni azdır aşkını bir vapaga muhtaç kılmığın Sahnimizga xush kelibsiz. Sizni jiq ko'rgan. Shunda olsin o'zingizni oldi bilan bir tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlarimiz, Nahmaydondagi barliq azizlarimiz, ekran oldidagi barliq qondoshlarimiz, hammanglarning hozirgi vaqtda xush bo'lsin. Bu naqshingizni shunchalik huzurlandik, shunchalik yoqimli naqshni bütün hissiyatınız bilan o'rlab berdingiz bizga. Undaq bo'lsa, siz qaysi maktabda o'qiysiz? O'zim Shinjong san'at instituti musiqa o'rindash Satar kasbining o'quvchisi. Ismingiz? O'rkash Umar Satar. Satar. O'rkash Umar Satar. Hamda Umar akamning dadasining ismi Satarmi? Ya mening kasbim Satar. Ha, sizning taxallusingiz avo. Taxallus qilib oldingiz. O'zingiz nereden so'raymiz? O'zim Güzel Diyar Oqsudan. Siz hamda necha vaqtdan buyon bizningki programmamizga qatnashgan moyirlarga qarindoshlar sahifasiga chiqish berganda, ham qarindosh bo'lish uchun zerk o'zingiz keldingizmi? Yo'q. Ha. Qarindosh barliq qarindoshlarimiz uchun bu jinimiz tinimiz bo'lsa, davomli biz qarindoshimiz. Xizmatga qo'limiz ko'ksimizda. Rahmat. Undaq bo'lsa, mush navo sahnimizga qadam tashib qolgan barliq mahirlarimiz ma'lum maqsad bilan keldi va undaq bo'lsa sizning mush navo sahnimizga kelishingizdagi maqsadingizni bilib olsak. Navo programmasiga ben ko'p qatnashdim. Nurg'un yaxshi naqshchi, yaxshi san'atkor do'stlarimiz mush sahnada o'ziga bir kishilik yo'lni topdi. Shular bilan yaxshi hamkorlashib, yaxshi muzikalarni chalishib, mayli ular yaxshi natijaga erishsin yoki erishamasin, ularga ko'nglimiznikini, qo'limizdan kelishini qildik. Endi mening kelishimdagi sababni qo'ysam, men ko'p keldim bu sahnaga. O'tgan yili 1,5 yildan ilgari bir qatnashgan. Qatnashib, Mayrob qatnashgan. Ikkinchi bosqich parvoz bosqichida hozir nomor tuvalidan tushib qolgan. Endi esim keldi. Chun bu qatim 1 yil haqiqatan tirishdim. Bak tirishdim hamda qo'limdan kelish qildim. Ikkinchi bosqich o'ta ketayapman. Bu qatim zo'r ishonch bilan keldingiz, shundaymi? Bu qatim hamda barliq qarindoshlarimiz yoqtirsa, albatta yoqtiramiz. Oxirida tomoshabinlarga tashlab qo'ydingizda, bilet tashlab qo'yib o'tib ketma deblar. Yo'q. Tomoshabinlarimiz xalqimiz yoqtirsa, biz hozir tushib qolsakmi, bizniki ko'ngillarmi yo'q. Albatta, rost. Shunda yaxshi tayyorliklar bilan kelibsiz. Kiyimlaringizni shundoq bir xil paysa. Men sal o'zimdan xijil qilyapman. Oq kiyimlarga moslashtirib, oq oyoqlar bilan, qora ko'ylaklar bilan degandek sahna kiyimingiz bek chiroyli qilibdi. O'zingizga munoyat yarashibdi. Rahmat. Shuning bilan moslashtirib, naqshini shunday yaxshi aytib berdingiz. Undaq bo'lsa, baholg'uchi ustozlarimizning bahosini anglab bilsak. Xush kelibsiz, O'rkash. Rahmat. Endi sen uchun notanish emas bu navo sahnasi.
Рас, нұрғылыған майырларымызға, нұрғылыған чолпанлар біздің сәнімізден шықты. Өзінің бір кішілік орнын тапты. Ашыланың ашу нәтижеге ерішіге сен жық күшлерін қоштың. Әссіба. Достларың олан, кәсіпбашларың олан, әмізлен кеп Ашыланың музыкасын чепіп үшіншілік яқшы орылап, қиырындашлар басқышы досын, мәлі, қанда басқышы досын лазымлы ерінің әмісіге сен зор күш қайттың. Мұшу біздің мәрхум Recep Küşevarımız Ekrem Ömer işligen Tilek namlıq bu nakşini nait hissiyatlık yakşı orladın. Endi sana biz nakşıға koygan talabını koymayız. Çünkü sen muzikant. Senin okuyan kesbin sata, koşumcu dutta, tembör, muşu muzikalarının hemsini çevatsa. Sahnede dutta mı çaldın, tembör mü çaldın, sata mı çaldın? Bazı yerler ayrım solo oynayıp çöplerini şunlar yaşıyor. Endi bu nakşı, sen bir nakşı kesip okumışsan biz nakşının ilmi, nefsini kanda alırsan, kanda nimkılsan diye bu talepini koysak oldu. Endi bu talep sana onda koymayız. Lekin koşumça muşu nakşı kesipini ipmansan bu kadar. Avazın muşu, benim muallimim mandak bir gep degen bana şarkıyda okuyup kalktım. Gep kılganға yetken avaz nakşı etkanға yetidi dep. Gep kılganға yetken avaz nakşı yetişki yetidi o dep. Nemişke? Dıt meselesi mühim. Şunçilik kichkina avazlarımı nakşı etkini buludu. Nurgul nakşılarımız avaz kaltılar, mücicikli var. Lekin şunçilik çırağız nakşılarını yetalaydı. Bu dıt meselesi. Bazı adamın avazıga oho, dekşet, dadının labasına çıkıdı. Lekin nakşı etkigen bolsa, vahha, kaça. Oyta oksette avaz yakşı emez. Onun da dıt yok. Müziksizm yok. Sen bana aşı sanki layıklı avazına bak, aşına bana muş evcisi şunçilik igiz, şunçilik çıkın aşına bak. Ay hissiyatla burada bütün vücudundan şuna ettik. Yaman deselerdik. Şunçilik yakşı oldun bana aşına. Болды, қалды кепілсен баятыма тамашы бұлағы ташап әдің ғой, негден бұлағы. Rahmet Rüşat'ka. Salam Örkeş Ömer. Hoş geldiniz. Rahmat. Avazınız şunçilik moңлық, mol muzikалық hissiyatqa, naitimi mol, bay bir avazken. Bu nakşa bizden nava sahnemizi köp etilgan. Saz endilerimizge mu aprin, naq meydanda orillab bizden Uyghur milli çalgı asbablarımızdan sehri güçünü yeni bir qitim bizge ata qildi. Siz mu bu nakşının aşı uşaq əgitmelerigeçe toluq, mükemmel etdiniz. Davamlıq tirişin sizge amen tileymen. Rahmet Malın. Болды онда болса біздің нақшымыз басушыдеке 5 майырымыз ба өзінеке нақшыны етіп өтті. Онда біз қалған майырларыны сәхнемізге тәкіп қылған болсақ, мәрхәмет. Merhamet. Біздің 5 майырымы өзінеке нақшыны етіп өтті. Онда болса тамашыбын достар парасық баққан болсаңlar, бүгінгі 5 майырымыздың ішінде зады қайсы майырымыз әптілік юлтузымыз болудығанды to'g'ri paras qilgan tomoshabinimizga mukofot buyumimiz bor. To'g'ri paras qilgan tomoshabinimizni Şinjan Yo'lliq xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan Yo'lliq markasidagi yarışımlık kostyum bilan mukofotlaymiz. Meningcha 4-numurluq Zaynura cho'qim birinchi oldu deb qarayman. Mencha 5-numurluq Mayir birinchilandi deyman. Mencha 2-numurluq Mayir bu haftalik chempion bo'ldi deb qarayman. Mencha 3-numurluq Mayir birinchi bo'ldi deb o'ylayman. Meningcha 1-numurluq Mayirimiz bu haftalik chempion bo'ldi deb o'ylayman. Ko'ryapsizlar, Urumchi televiziya stansiyasi bilan Şinjan Vaslivot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizilqali vitaminli quvvat ichimlikka alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qo'lingizga bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini yuqori ovoz to'lab, yaxshi ko'rgan mahirlar bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash Başlandı. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 Mahirlerimizden neticesi çıkıp oldu. Ondan olsa mahirlerimiz arkanlığa örülüp neticelerini görüp baksanlar buldu. Mübarek olsun. İkinci basqıçımızga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Töven küçük ikinci basqıçga tayyorlik qilsanglar. Şılып kessem bu anca pek çoğun şömem yok hem de. Üzdem naqsını hem şaşkı eti aldım. Bu işin özüm benim için bir şeref. Arzularım şuydu. Çıkmadım bugün. Dostlar rahmet.
Rahmat. Yana Hamda- davomli kelib qatnashishingizni qarshi olamiz. Bo'ldi Tursun aka. Rahmat. 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 Nova programmamizga yana qaytib kelishingizni qizg'in umid qilamiz. Rahmat. Unda biz qizg'in alqishlar bilan Mahirimizni uzib qo'ygan bo'lsak, bir Nova sahnasidan qo'shilishgan bo'lsa hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning xat nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 406 266 19 ga qisqa usul yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni bizga yana qaytarib kela olasiz. Birinchi o'tkilimiz muvaffaqiyatga keldi, oxirlashdi. Unda bo'lsa, ikkinchi o'tkilimizga o'tib kelsak, bizning ikkinchi o'tkilimiz qarindoshlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Navo sahnamizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum Mahirimizning qarindoshlari, xush kelibsizlar. Rahmat, xush bulduk. Tarix oldi bilan qarindoshlaringizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq bizning shu Gumunay Nevavat diyardan o'zim Şinjan Maliye Üniversitesi o'qiydi. İsmi Sahijan. Qarshi olamiz. Sahijan, qarshi olamiz. Bu yoq yanılan bizning Gumunaylik Nevavat diyardan bo'ldi. Singlimiz G'uncham Şinjan San'at institutida o'qiydi. Qarshi olamiz. Bu yoq inimiz o't direk usulchimiz Yolqunjan o'zi Tar Tojik Milliy institutidan San'at institutida o'qiydi. Qarshi olamiz. Şinjan Pedagogik Şinjan Universiteti. Pedagogik Universiteti. Ha, Yolqun. Bu yoq
Açam Gülkız. Özü Şinjan konusunda o'qituvchi. Akamning ayoli. Akamning ayoli. Akanızdan ayali. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Bu yoq inim Pamir. Bu bizning shu Gumnavobod yerdan o'zi Şinjan Qurilish sanoat institutida o'qiydi. Ay, qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Hozir aytgan naqshingiz-mi shu boyaqi Vaxan shivisida? To'g'ri, Vaxan bayat qilsa fors tilida, men Vaxan tilidagi. Vaxan tili Uyg'ur tili chatma qilib ekan. Birazsanglar vakil bo'lib, bir ko'ngillik so'zlaringlarni bir deb baqqan bo'lsanglar. Muhtaram baholovchilar, yaxshimisizlar? Barliq ko'rarman do'stlar, yaxshimisizlar? Mushu son programmasi, nova programmasi qatnashib, nihoyat xush bo'ldim. Bu akimizmo intayin ko'p tirishchiliklar bilan bu sahnaga mag'rur qadamlarni elib keldi. Mushu munosabat bilan o'zimning boricha alayligimni chiqarib usul jihatdan asli yordam berdim. Ko'pchilikningki yoqtirib ko'rganligiga va qo'llig'iga ko'pdan ko'p rahmat, tashakkurlar bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Unda o'z bog'liq ustozlarning bir bahosini olib o'tgan bo'lsak. Salom qarindoshlar. Bu bosqichda Qizilgul seni deymo nomli naqshni ep kelibsiz. Tojikcha udarda yozilgan. 2 xil tilda o'qidingiz. Naqshnimi yaxshi o'rinladingiz. Uningda boshqa hamrohlaringizning tankash ovozlarimi yaxshi etildi. Yana davomli tirishing, o'zingizga yana ishining sahnada texmi qizg'in bo'ling. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat muallim. Rahmat, Amir muallim. Bo'ldi, do'stlar, sizlarmi arama qaçtırsanglar. Rahmat. Qarindoshlar, o'tganimizdagi tunji mahirimizmi o'zining numerini o'rlab bo'ldik. Unda bo'lsa, qizg'in alqish sadolarimiz bilan keyingi numerlik mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Assalamualaikum mahirimizning qarindoshlari, xush kelibsizlar. Assalomualaikum, xush kelibsizlar. Qarshi olamiz. Unda bo'lsa, qarindoshlaringizni bir tanishtirib o'tamsiz. Ma'qul. San'at institutidan Abdullah Tapchi. Qarshi olamiz. Institutning o'quvchisi Abida. Qarshi olamiz. San'at institutining o'quvchisi Yaqubjon. Xush Qarshi olamiz, kelibsiz. Yaqubjon. Shinjang san'at yurti milliy orkestr yosh yetilayotgan ravobchimiz
Mirshab. Qarshi San'at olamiz. institutining o'quvchisi Ablis. Xush kelibsiz. Undaq bo'lsa, qaysi qayrindishimizning bu mahirimizga yurak so'zi bakin anglab baqsaq. Assalomu alaykum. Barliq tomoshabinlar, ustozlar. Yaxshimisizlar? Saboqdishim Nurbiya mayli maktabda kasb jihatdan boshqa madaniyat darslar jihatdan bo'lsin, yaxshi o'rganda, vaqtimliq musobaqada yaxshi natijaga erishishni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi, sizlarga ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, baholag'uchi ustozlarimizning bahosini olib baqsaq. Qadrli avlodning bu naqsha, bu nomli naqsha bizning Qashqar xalq naqshi keng doirada taqalgan nurg'un naqshchilar aytgan bu naqshni to'ycha gumlarimiz aytimiz maktabda darsliklarda berdi bu naqshni-chu. Shuning san'at institutida mashqqa. Bu muzikat bolalar shunday yaxshi chepadi. Arlat azroq ulardan chiqib adabni anglama qasanglar. Azroq bir tantash bo'ldi, boshlanish qildi. Bundan keyin tang adabni jag'andan keyin quloqni jiddiy tutmasa, va sahna yo'g'an azroq ekspresslik bo'ladi. Naqshni shundoq yaxshi aytdingiz, ovozingiz cheksiz ekan. Yo'q. Lekin yana lekin va sizni bir xil o'sha bir tutuq. Nima ekansiz? Qo'ldiga nimanda qilib Qodir Mavlonda jalla chiray kulib nimada aytgansiz yomon yaxshi bo'ldi-da. Güzeldir bir g'idg'alab ketganmiz. Bu qiz bu yomon shu bir ishdan xafa qolgandek. Tunuz. Jonliq turing sahnada. Qiz bola degandan chiroyli tabassum, kulgi bo'lish kerak. Sog'lom bir tabassum, kulgi chiqsa, anadagi ishki hissiyatınız chiqadi. Unda tik turib. Sal bo'sharoq turib qolsangiz, sahnada sal muzlab qoladi-chu. Naqshni shunday yaxshi aytdingiz, buningdagi mushu sahnada qilyaptingizda yana bir mushulat izlansangiz, mana bu ishni qilasiz. Xo'p. Rahmat. Rahmat Dilshadga. Bo'ldi. Armag'ashtiring. 3-chi nomerlik mahirimizni o'zining nomerini ko'rsatib bo'ldi. Undaq bo'lsa, qizg'in alqış sadolarimiz bilan keyingi nomerlik mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Olmasa
Assalomu alaykum. Yana bir qatim assalomu alaykum. Assalomu alaykum, mahirimizning qarindoshlari. Xush kelibsizlar. Ha, naqshimni chiroyli aytib berdingiz. Zaynura. Rahmat. Nima uchun bunday chiroyli aytasiz? Bu xalq ustozlarning bir bahsini olib o'tgan bo'lsa, unday bo'lsa. Layligul nomli xalq naqshini, Uyg'ur xalq naqshini aytdingiz. Bu naqshini naqshi aytish mahoratingiz, ovozingiz haqiqatan yaxshi. Naqshinimi haqiqatan o'lchamlik ijro qildingiz. Buningda gap yo'q. Hamda men qo'shim chiqib qo'ygan gap. Buningdan keyingi yillarga diqqat qilish uchun. Shu Layligul nomli naqshini haqiqatan yaxshi aytdingiz deb aytdim. Shuningdan boshqa naqsha aytgan bo'lsangiz, texmi yaxshi bo'ladi. Nemishqa? Bu Layligul degan naqshini erlar esi bo'lgan naqsha. Burunqilar, bizning burunqilar aytdi debla aytavermaydi. Keyingilar cho'qim mazmun diqqat qilish kerak. Chunki siz Layligulni bo'lgan oshiqligingizni ifoda qilyapsiz da yerda. Ayollarga oshiq bo'lsa, izarqis bo'lmaydi. Burun ashundoq aytilgan. Satrda. Lekin endi ma taraqqi qilayotgan fan texnika, ilm fan bilan taraqqi qilayotgan jamiyatda cho'qim mazmunga diqqat qilish kerak naqshchilar. Mazmunni endi shu maktablardami darslikda bor. Maktablarga diqqat qilish kerak, shu tarafni o'ylasa bo'ldi. Darslik qildik deblar o'taverdi-chi, qizlargami dars qilib o'tadi. Bu azaldan erlar aytadigan naqsha. Mazmun shu-ku. Ba'zilarda shu chet eldan kelgan tomoshabinlar shu taraflarga diqqat qildi ekan. Necha qatim so'radim men. Bu erlar aytadigan naqshini ayollar aytoldi ekan, bu qandoq gap? Hakikaten endi buningdagi mushtaraflarga diqqat qilishimiz kerak. Lekin bu sizga bir taklif, mahoratingizda ta'sir ko'rsatmaydi. Naqshini siz men o'rildingiz, naqsha aytish mahoratingiz hakikaten yaxshi. Ovozingizmi shundoq yaxshi. Omad yor olsun. Rahmat abuzga. Rahmat abuzga. Ba'liq ustozlarning bahsiga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga rahmat Zaynura. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Hammalarga rahmat. Rahmat ustozlar. Rahmat ustozlar. 400 numaralık mahirimizmi özünün numarını görüp buldu. Ondan olsa kızgın alkış sadalarımız bilen en ahirki mahirimizi sahnekdek Qeyrindaşlar basqıçımızdaki 4 nefer mahirimizmi özünün numarını görüp buldu. Ondan olsa naq meydanlık tamaşabın dostlar, kolonlarga bilet taşlığışını ilip özünler en yaxşı görgen mahirga bilet taşlaşını başlasanlar buldu. Bilet taşlaş başlandı. 10 9 8 7 6
mahirlerimiz neticeler çıkıp oldu. Ondan olsa arkanlarına örülüp Neticelerni ko'p basana bo'ldi. Muborak bo'lsin. Hattoki bir yulduz bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvangichi bizningki haftada bir yulduz bosqichimizga tayyorlik basana bo'ldi. Sizning naqshingizni shunchalik yaxshi ko'rib anglagandik. Hech qisi yo'q shundaqku. Siz maxsus mush kasb tarbiyalanib ekansiz. Bundan keyin texim yaxshi atrofli tarbiyalanib, yana kelishingizni qarshi olamiz. Undaq bo'lsa, hozirgi hissiyotingizni qisqagina qilib tanishtirib bersangiz. Oxirgi bir naqshamni aytib olayman deb o'ylagandim, biroq o'ylamagandek tushib qoldi. Men yana tirishiman. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Navo sahnimiz sizni ham davomli qizg'in qarshi oladi. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Nurbiyani qo'ygan bo'lsa, rahmat. Bu bosqichimizni nihoyat muvaffaqiyat qildi, oxirlashdi. Undaq bo'lsa, bizning eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Marhamat. Marhamat. Taşlap gittim mendin yüz örüp Başka yarni etiva kürüp Vapaslim keynide yürüp Yarım yıllap kaldım yar Vakt gelgende bir gün icaba yar üzerinde bulmayın haber nametledim kelmeydu vaba ah uğrab kalsın yar vakt gelgende nametledim kelmeydu seni yar vakt gelgende Vapasızdan ayrılıp ketsem Şu çağı benim kadrimge yetsem Aldığım gıyar yalvurup gelsem Yarım keçirelmeymen yar Vakt gelgende keçirelmeymen yar Vakt kelgende Aldığımızdan programımızga uçur yollaş şekli arkalı katlaşkan görünmelerimizden arasından 2 TL'lik abonemizi talep çıkımız. Onda olsa çoğun ekrandaki numaralar toxtamasdan aylansın. Toxtsun. TL'lik abonetimizin telefon numarayı 158 86 Yığınava 34 64 mübarek olsun. Bu TL'lik abonetimizin hanım kızlarımızın güzellik için izlenip gelvatkan Hüsnügül Soğutçaklık şirketi yenidən bazarga salgan diyarımız hanım kızlarımızın terisiga alayda maslaştırıp işlegen bir yürüyüş özgül gerim bölümleri bilen mükaffatlayımız. Mübarek olsun. Onda olsa çoğun ekrandaki numaralar toxtamasdan yana bir qitim aylansın. Toxtsun. TL'lik abonetimizin telefon numarayı 158 99 Yığınava 57 57 mübarek olsun. Bu TL'lik Soğutçaklık şirketi təminlegen Kutal markasidagi yürüyüş yağlar bilen mükaffatlayımız.
Həftədə bir yıldız basıqçıdakı 3 mayırımızmı özününki naqsını aytib ötdi. Onda olsa bağlıq ustazlarını bir baha verishga taklif qilgan bo'lsak. Ben 5 numaralı mayırga Örkeşke bir bağ verip bakayım. Bu ahırkı şu mabasquşta hamkorlashuvchilarimizdan birga Panjiganing muqaddimasidan azroq bir misra ilib qag'inga birinchi dastanni to'liq aytdingiz. Yaxshi vaqt munosib bilan agar buni yana bir kod qilgan, shuni aytib keyin marg'olni chevasak bo'ladi. Lekin bu vaqtni ham uzun qisqartirib o'shga akapsiz yaxshi. Tik silishingiz shunaqa yaxshi. Ahang ilishingiz har jihati gap yo'q. Satan chep turib shunaqa yaxshi to'liq o'rladingiz. Buni xeyli mukammal tutganimsiz. Bundan kimmi? Texmi? Tirishing, komposiyalarini texmi to'liqlang. Buning san'at deganning bu yomon to'liq qilib bo'lgani bo'lmaydi buni. Chik yo'q buning. Shuning uchun to'xtamay izlanish kerak. Yana qaysi kamchilik tarafim bor deb izlanib, texmi kamchilik tarafini to'liqlab men yetishchat olsun, melishchat olsun. Çünkü bugün bu şunu xil mukammal yaxshi o'rildingiz. Amatlar bo'lsin sizga. Rahmat Dilshodga. Rahmat. 4 numaralı mahirimiz Zeynure. Hammamizga tanışlıq bo'lgan Ana Mehri nomli naqshni aytibsiz. Naqshni asosan mukammal o'rinladingiz. Sahnadagi qiyofat, muzikalik hissiyotlar joyida bo'ldi. Endi bo'lsa bundan keyin mushu naqshning bədiligi cəhətdə davamlıq izlədim. Ahmet diləyəm. Rahmat. Rahmat müəllim. İkinci numaralı Mayır, yuqoridagi naqshini yaxshi ijro qildingiz. So'zlarni elishiniz, muzikalik hissiyotlarni ifodalashingiz yaxshi oldu. Siz uning ustiga siz bizning navo sahnimizga kelgan bir mehmon. Sizga omad tilayman. Rahmat abizga. Bahalık ustazlarının bahasıga köptün köp rahmet. Onda olsa haftada bir yıldız basıqçımızdaki 3 mayırımız özünki naqsını edip ötdi. Programımızın birinci basıqçıdan bu 3 mayırımızı bugünkü haftalik yıldız oldu da paras qilgan tomoshabinlarimiz nerede o'tadinglar lekin bir o'rinlardan turib bergan bo'lsanglar. To'g'ri paras qilgan tomoshabinimizni Shinjang yo'lliq xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarishimlik kostyum bilan mukofotlaymiz. Şu münasebet bilen bizden uzun durmayan qo'llab kelayotgan, shundaqla mening kimim ta'minlagan yo'lliq xalqaro so'chak shirkatiga alayda rahmat aytamiz, rahmat sizlarga. Shuning bilan birga mening kiyimim ta'minlagan Daliston ipak to'qilma kiyim-kechak shirkatiga, shundaqla mening gerim ham chechim uchun ajr singdirgan Janubiy Tinchlik yo'li 236-numar Ruxsar husn go'zallashtirish saloniga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Haftalik yulduzimizni Go'har Diyar so'chak shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markali suv tozalag'ich bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimizni diyorimiz xonim-qizlarimizning go'zalligi uchun o'zliksiz izinib kelayotgan Husnigul so'chak shirkati bir mashina bilan mukofotlaydi. Oxirida programmamizni yaqindan qo'llab kelayotgan Shinigul so'chak shirkati, Xushalliq so'chak shirkati, Yo'lliq xalqaro so'chak shirkati, Divan oyoq shaharchisi 4-qavatga joylashgan Muxlisa gulchiligi qatorliq o'rinlarga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Haftada bir yıldız basıqçıdaki 3 mayırımız özünki naqsını aytib ötdi. Bağlıqçılarımı bahalarını berib ötdi. Onda olsa bizden 2 numaralı mayırımız Tayrıga qo'lidagi 10 numarını berishni xohlaydigan taraf qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 1 10 numar mübarek olsun. Bizden 4 numaralı mayırımız Zeynuraga qo'lidagi 10 numarını berishni xohlaydigan taraf qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 30 numar mübarek olsun. Onda olsa bizdenki 5 numaralı mayırımız Örkeşke qo'lidagi 10 numarını berishni xohlaydigan taraf qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 30 numar mübarek olsun. Undaq bo'lsa, naq maydonlik tomoshabin do'stlarimiz qo'linglarga bilet tashlag'ishni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ldi. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 3 2 1
Mana bugungi haftalik yulduzimiz barliq keldi. Bizning bugungi haftalik yulduzimiz Örkeş Ömer Sattar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Bunda bo'lsa bizning 5-numurlik mayırimiz Örkeş'in bugungi haftalik yulduz bo'ldi deb razgan tomoshabinimiz. Nerede otardınız ki? To'g'ri paraz qilgan tomoshabinni qora so'chak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışımlıq kostyum bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Bunda bo'lsa biz ba'zi ustozlarni bugungi haftalik yulduzlarimizga shundaqla qolgan mayırlarımızga mukofot lo'nqisini shundaqla gul dastalarini yetkazib berishni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat.